Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillah vassalatu vassalamu ala rasulillah. 8-bo'lim, 7-qism. Bemorning yonida o'qiladigan suralar. Bemorning yonida Fotiha surasini o'qish sunnatdir. Bu borada rivoyat qilingan sahih bir hadisda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Fotihani o'qib shifo istagan kishiga shunday deganlar: uning Fotiha surasining shifo uchun bo'lganini qayerdan bilasan? Bemorning oldida qo'llarga puflab va bemorga surkab Ixlos, Falaq va Nas suralarini o'qish ham sunnat hisoblanadi. Darhaqiqat Sahihaynda Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning ana shunday qilganlari sobitdir. Bu masalaning bayoni bundan oldingi bobda aytildi. Talha ibn Mutorrif rahmatullohi alayhdan rivoyat qilinadi. Bemor uning yonida Qur'on o'qiganida yengillik his qilardi. Men Haysamani bemorligida ziyorat qilgan edim. Unga bugun seni yanada yaxshiroq ko'ryapman dedim. U ham menga bugun yonimda Qur'on o'qildi dedi. Xatib Bag'dodiy rahmatullohi alayh shunday deganlar: Ramodiy rahmatullohi alayh bemorligida menga hadis ahlini keltiring derdi. Kelganlarida ularga menga hadis o'qinglar derdi. Bemorning yonida hadis o'qilgani shunday ta'sir qilsa, Qur'oni Karimni o'qish yanada ta'sirliroq bo'ladi. 8-qism. Mayitning yonida o'qiladigan suralar. Shofiy ulamolarimiz va boshqa olimlar shunday deganlar: mayitning yonida Yosin surasini o'qish mustahab hisoblanadi. Chunki Maqil ibn Yasor roziyallohu anhu Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning shunday deganlarini rivoyat qilganlar: mayitlaringizga Yosin surasini o'qingiz. Abu Dovud va Ibn Moja rivoyati. Mujohid rahimahulloh Sha'biy rahmatullohi alayhning shunday deganlarini rivoyat qilganlar: Ansorlar mayitning yonida hozir bo'lganlarida Baqara surasini o'qishar edi. Mujohid zaif roviy, lekin hadisning zaifligi fazoilul a'mol masalalarida zarari yo'q. Va sallallohu ta'ala ala xayri xalqihi Muhammad va ala alihi va ashabihi ajmain.